Assalomu alaykum barchaga. Bugun mana 17-aprel, hafta kuniga juma ayyomlar barchalarga muborak bo'lsin. Zabuloy seximizdan video qilyapmiz. Ular abid qilishyapti ekan. Bu yoqda kesish jarayonlari olib borilyapti. Avtomat reskamiz kesyapti. Ko'rib bemalol baho beraverasizlar. O'ta ideal holatda, chiroyli holatda chiqayotgan ishlar. Bunda kafelchiliklar ham sertifikatlangan, o'ta chiroyli ichlari. Bexijolat g'ishlarini tortish, yorish holatlari yuz bermaydi. Bu yoqda Yasin 550 Plus markada quyilyapti. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Tashladi Ekatutda, sельхозtexnikaning ichida, metan zapravkaning ro'parasida. Hozir bu g'ishlarimizni Ekatutga Qilchakam xonadoniga beryapmiz. Bolalar abid qilishyapti ekan. Bundan tashqari Zarkinda ham seximiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.